Assalomu alaykum hammaga. Shirin dunyo kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan katta oilalar uchun mo'ljallangan, barakali, to'yimli, juda ham mazali tortlardan birini tayyorlaymiz. Napoleon tortini boshqacharoq varianti yoki afg'oncha Napoleon desak ham bo'ladi. Ishimizni boshlaymiz. 7 dona o'rtacha kattalikdagi tuxumni oqi bilan sarig'idan ehtiyotkorlik bilan ajratib olamiz. Tuxum oqini ustini yopib, sovutgichga qo'yib qo'yamiz. Va endi xamirini tayyorlashni boshlaymiz. Elagimizga 650 gram un, choy qoshiq uchida ozgina tuz, 1,5 choy qoshiqda pishiriq kukuni, ya'ni razrıxlitel va 1 yoki 1,5 choy qoshiqda vanilin shakari qo'shamiz. Hammasini yaxshilab elakdan o'tkazamiz. Endi unimizni ustiga 300 gram sovuq sovutgichdan chiqarilgan margarinni yirik tishli qirg'ichdan o'tkazamiz. Margarin o'rniga sariyog' ishlatishimiz mumkin. Men margarin ishlatganman. Ikkalasini yaxshilab qorishtirib, mayin urvoq holatiga keltirib olamiz. Xuddi shu ko'rinishda. Endi buni ustiga 300 gram smetana qo'shamiz. Boyaga ajratib qo'yilgan 7 dona tuxum sarig'ini qo'shamiz va biroz aralashtirib olamiz. Sekin-sekin xamir qorishni boshlaymiz. Masalliqlar idishimga biroz ko'plik qildi va xamirni stol ustiga tayyorlab oldim. Xamirimiz juda ham yumshoq va mayin bo'ladi, birpasda qoriladi. Xamir tayyor, yumshoqligini mana ekranda ko'rsatib o'tdim. Endi tayyor xamirni 4 ta bir xil tenglikdagi bo'lakka bo'lib olamiz. Oshxona tarozisida o'lchab ko'rsatib o'tdim. Har bitta bo'lak, xamir bo'lagi 352 gramdan to'g'ri keldi. Endi tayyor xamirni ustini yopamiz va 30 daqiqa davomida sovutgichga, ya'ni xolodilnikka qo'yib turamiz. Bu orada yong'oqni to'g'rab olishimiz kerak. 150 gram atrofida